Bemorimizni burundagi toshlarini olib tashladik. Bizda bugun qiziqarli holat. Bemorimiz 31 yosh. Burnini ichida rinolit aniqlanadi. Ya'ni bu burun toshi deyiladi. Yoshligida burnining ichiga narsa tiqilgan, u nimaligini bilish imkoniyati yo'q. Yillar davomida u yot jism atrofiga minerallar, tuzlar yig'ilib, qattiq burun toshiga aylanib qolgan va bu bir necha yillardan beri turibdi. Balki 10 yil, balki 20 yil, balki 25 yildan beri shu narsa burun ichida turibdi. Bugun aniqladik, ko'rikka kelgan ekanlar. Hozir olib tashlaymiz. Ehtiyotkorlik bilan olamiz. Chunki bu burun shilliq qavatlari ichiga kirib, yopishib ketgan bo'ladi. Haqiqatdan ham tosh bo'lib qolgan. Burun ichiga sig'mayapti bu. Bu yot jism burun ichida turaveradi va borgan sari kattalashaveradi atrofiga har xil minerallarni yig'ib. Natijada mana burnining ichiga ham sig'may qolgan. Ko'rishingiz mumkin, o'sha rinolitni, ya'ni burun toshini olib tashladik. Burun toshi xuddi dengiz suvidagi toshlarga o'xshab joylashib, tobora kattalashib boshlagan. Juda ham katta ekan, biz o'ylaganimizdan ham. Bemor burunlari birdaniga ochildi. Erkin nafas olyapti. Bemorimizni burundagi toshlarini olib tashladik. Afsuski bo'lib oldik, burniga sig'madi. Bu bir qismi.